Bir marta yeb ko'rib mazasi og'zingizda qoladigan non kabobni retseptini sizga ham ilindim. To'xtang, nonlarni ham ko'chadan olib kelishga shoshilmang. Siz uchun yumshoqqina chiqadigan retseptini opisiyaniyada qoldiraman. Xamirini tayyorlash jarayonida suv va sutingiz iliq bo'lishi shart. Videoda ko'rsatilgandek barcha masalliqlarni ketma-ketligida savolib, yaxshilab aralashtirib, unni elab yumshoqqina xamir qilib olib, 1 soatga issiqroq joyda oshirishga qo'yib olamiz. Va ochib chiqqan xamirni gazlarini chiqarib olib, 6 ta bo'lakka bo'lib olgandan keyin ustini yopib 10-15 minutga tindirib olib, xamirlarimizni xuddi shu ko'rinishda listga yoyib olamiz. Ustidan tuxum sarig'ini surtib, kunjutlarini sepib olib, qizib turgan duxovkaga 25-30 minutga qo'yib, 180 gradusda pishirib olamiz. Va nonlarimizni orasiga halol va o'zgacha mazza beradigan qazi markazini tushonkalardan foydalandik. Tayyor pishib chiqqan nonlarimizni o'rtasidan kesib olib, yana ham mazali bo'lish uchun tushonkani suvini quyib olamiz. Va videoda ko'rsatilgan barcha masalliqlarimizni ketma-ketligida savolamiz. Va albatta ko'rinishi ham mazasi ham a'lo darajadagi non kaboblarni yo'qotmaslik uchun like bosib, podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Aytgancha sizga mazali taomlarni tayyorlab beradigan yaqiningizga ham yuborib qo'yishni unutmang.